tur. Ya ustalara mut tuttu yine cagırdadı. Assalamualaikum hurmatli kuzatuvchilar. Bu bizlar Xudo xolasa Bog'ot Navoiyga Usoqga keldik. Bu yerda Bog'ot Navoiyning kollejidan kirib kelasiz. Arif Katajanov ko'chasida shu yerda Umurbekani xonadonida 3 tane temir eshik, 16 tane akvayna qurib berdik. 2 etajli joy, podvallari bilan joybatib, tashkil o'rnatib berdik. Ustanovkasi, dastavkasi ham ichida bo'ldi. İşkimiz bilan tanishtiradigan bo'lsak, bu ishkimiz neoklassika fasonda aytiladi. Bu ishkimiz hozir trendda turibdi. 2025-yilning eng trendda turgan ishlardan biri. Bu ishkimizni ko'rinishine keladigan bo'lsak, ustidan asosiy nijveka, kumush sveti nijvekalardan bosib berdik. Dugalarni ko'rsangiz, yana o'zini dizaynga mos ravishda dugalardan o'rnatib berdik. Bu dugalari ichida bo'ladi. Zamoqlari sonra kilit, 5 kilitli yaxshi zamoklardan bo'ladi. Zamokimizni sxemalar ham katta, o'zine yarasha pastliklari bor. Ishlashini ko'rishingiz mumkin. Yana eshikimiz hech qanday tovush chiqarmaydi. Nechun desa buni eshikni palatasida ikki qat rezinkaga bosilgan. O'zi eshikni ramondan duxkompenni etib, profil aylanib rezinkalarni bosib ko'ramiz. 4 tarafından shunday rezinkalari joylashgan. Bu eshikimizning ichki tarafi alikafon bilan, alikafon panellari bilan obshipka bo'lgan. Buning ichki tarafida shumka, steklovatlari bor 100%. Aynalarga keladigan bo'lsak, ichki tarafning oynasi gulli, ichkari ko'rinmaydigan aynalardan qo'yilgan. Tashqari oynasiga keladigan bo'lsak, bu pishgan kalyonli shisha bo'ladi. Bu oynasining sveti zerkalaga o'xshab ketadi. Bu o'zini dizayndan mos ravishda nijvekaga past svet tushishi uchun shu svetda bosdik. Aynalari yana ko'rishingiz mumkin, glass bron aynalari. Yana glass bron aynalari o'zini etiketga pechatlari bilan bizlarga keladi. Endi eshikimizni korobkasini to'xtatsak bo'lsak, korobkalarida 4 dan 3 dan uzunli quloqlarni ko'pmiz. Bular ham yana plancha qo'yib, qo'shirayotib ishlatib dizayn bilan. Buni obnashliklari 12 sm, 2 qator nijveka tushgan. Bu eshikimizning obnashliklarini kattaroq qo'ysak, ko'rinish bermaydi. Shuning uchun yana mos ravishda 12 sm-lik obnashliklarni qo'yib. Hamma joyini yana pastvet nijvekalar bosilgan, dugalardan, binalardan ikkisi mos ravishda bosilgan. Endi aynalarga keladigan bo'lsak, aynalarni ko'rib o'tishingiz mumkin. Aynalar ham eshikka mos ravishda mokriy asfalt, ichki tarafi oq, podovonlik sekkalar bilan hisobga qilib berdik. Aynalari qalinligi, profilni qalinligi 7lik, 7000 seriyada aytiladi. 2 qat shisha solib, pakpolojnik germetik dog'larni solib, yetangdurib parlamentda etib ishlab berdik. Ruchkalari Rotor ruchkadan bo'ladi. Original, yaxshi ruchka. Ruchkalardan ko'rsatib o'taman. Yine aynamızda mekanizmalarını göstereceğim sizlere. 3 kil palajene de açıp bekleyin. Bunda siledi. Bunda
piyasasına açıladı. Bunda yarım açılıp duradı. Yazı günü qudaqlansa şunda da açıb şamallatıp qoysanızsa olar. İkinci qavatlardan başlayayım. Ertəgi gün rişot yolundan şunda açıb qoysa olar. Vallahi düş getməsin üçün. Aynanın kalını 7'lik. Patagoniklerine məvəcik var. Patagonik bükələrindən piyana vurup qoymuş. Teknoloji. Kime şimdi kısmetle gelse telefon rakamlarını koyalım. Marjatını da versin.